Assalomu alaykum do'stlar, bu Erkinov Edit YouTube kanali. Bugun biz bu kanalda o'sha mashhur cringe videolar, hamma ko'p o'z to'plagan cringe videolar 3-qismini olamiz. Let's go. O'sha birinchi qism va ikkinchi qismlarni bo'lganda, bugun biz 3-qismni ochib qaror qildik. Demak, bu qanday bo'ladi? Videolar 5 ta ketma-ket videolar chiqadi va biz bularga baho beramiz va oxirida eng yaxshi video qaysiligini tekshiramiz. Hammaga omad, unda videoni tomosha qilishni boshlagan biz ham boshladik. Let's go do'stlar. Hayajonlanib ketdim bora. Unda biz videolarni boshlaymiz. Birinchi video qanaqaligini endi qora fon qilib qo'yganman. Любойni videoni o'sha chipdagi eski arxiv videolarni bitta qo'yib kelaman. Короче, qora fon ko'rmayman o'zim ham, bitta bosib kelaman. Demak, bizda birinchi video qani, let's go. Chidanglar, sabr qilinglar, kulmanglar, video bo'lishi mumkin, o'zim ham ko'raman. Obuna bo'lishi mumkin. Ketdi birinchi video. Qani, ketdi. Azoblashdi, yana o'zimdan boshlaymiz. Bu qanaqa video bu? 17 nimani bildiradi? Hali ham bu narsa esimda, to'g'risini aytsam. Chunki o'sha yoqtirgan qizim bilan 17-sanada birga uchrashib qolganmiz. 17-oktyabr, короче. Deb qo'yganman. O'sha paytda men ko'p bloklagan uchun istoriya bilan ochishga harakat qilardim, uni ko'ngillarga yutishga harakat qilardim. Nima deymiz endi, sevgidan kuygan tiya buyur deydi-ku. Kaltaga seraks yomon qilding-ku, nomi nima buni? O'layotgan taragaras, qalay jigar? Zo'r. Короче, men bu videoga o'yindan 6 beraman. Harakatlarim ko'p ketgan, zo'y ketgan. Endi hozir gaplashmaydi. O'zi bloklab qo'yganda u hozir story qo'ysam ham ko'rmaydi. O'zi ko'rayotgan bo'lsa Telegramda yoz, короче. O'yindan 7 bergan holda keyingi videoga yo'l olamiz. Qani, let's go. To'g'risini aytsam, hali ham yaxshi ko'raman. Eng so'ngida seni sevganlar yoningda qoladi. Sen sevganlar emas. Mahbubiy. Bu video arxiv, bu ham chista arxiv. O'tgan 9-sinfni bitirayotgan payt bo'lgandi, hozir o'yinni bitirdim endi. 9ni bitirayotgan payt bo'lgan. Sinfdoshlarimiz bilan Drakonga borgandik, короче, hamma baqirgan. Men ham ayoldan battar baqirganman. Endi boshda baqirganman, keyin skamekasining tagiga kallam tiqib bunday video olganman. Juda ham qo'rqqanman boru, chunki kasal bo'lgandim, короче, men qo'rqish mumkin emas edi. Og'aynilarni ko'rsanglar, ular mendan battar emotsiyaga berilgan. Baqiryotibdi. Voy, onajon, bunday. Bu videoga bundan 5 beraman. Lekin xotiralar ham bor. Men lekin ko'rmaganman, boshida ko'ringan, u joyni qirqitaylagan endi. Arxiv, chista arxiv. Sizlar necha berasizlar, kommentariyada yozib qo'yinglar. Agar men baqirganimni eshitsanglar, sizlar kulinglar deylar. Buni seryozni.
necha beren dedim? Önden 5 mi? Ha, unda önden 5 bergan bo'lsak, keyingi videoga o'tamiz. Ondan sonra bu video qayerdan kelyapti? Aynan turibdimi? Ya. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты уже не моем. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания. Do'stlar, bu videoni arxiv desak bo'ladi. Keyingi videoga o'tmasa kerak bu. Chunki yoshligimdan beri shu jiyanim bilan katta bo'lganman. Eng qadrli jiyanim bu. Menimcha bu 12 yoshga to'yilganim. Hozir endi 17 yoshga to'laman. 12 yosh, qarib 5 yillik xotira bu. Bu davrlarda ortga qaytarib bo'lmaydi. O'zingiz ham ko'ryapsiz. Oddiy video va hozirgi hayotni solishtirib ko'ringlar qanday. U payt oqibat bo'lgan, lekin hozir oqibat sal yo'qolib ketgan. Buni hamma ham biladi, lekin aytishga bunday botilmaydi. Короче, bu videoga o'yindan 8 beraman. Oldimdagi eng qadrli jiyanim, ikkinchi marta aytaman. Yoshligim u bilan o'tgan. Sizlarning yoshligingiz kim bilan o'tgan, kommentariyada yozib qoldiring. Va keyingi videoga yo'l olamiz. Eng yaxshi videolarimdan biri edi, lekin undan 8 beraman. Hali undan ham yaxshilari chiqsa kerak. Bu birinchi video emas, xotira video bo'lib ketdi. Uzr do'stlar. Undan 8 bergan holda keyingi videoga o'tamiz. O'tkazinglar. En mi corazón, la la la, canta la la la, canta la la la, canta. Do'stlar, mana bu videoni biz birinchi video desak bo'ladi. 2023-yil. Oy. Kurtka kiyib o'tirganimcha, kepka bilan bunday qilib o'tirganman. 2025-yilda keyingi rasmimcha cho'ydicha bunday qilib o'tirganman. Oy. O'zimdan o'zim uyalib ketyapman. Mana kirinchi video sizlarga. Bu videoga biz o'yindan 9 beramiz. Normal edit qilingan. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar, yoshlik bilan hozirgi bunaqa. Hozir 2026 yopti. Javod sizlar necha berasizlar? Men o'zimga o'yindan 8, o'yindan 9 berdim. Voy, bilan aksiyonu. Ko'rib turganingizdek 4-video tugadi, 5-videoga yo'l olamiz va oxirgi video, undan keyin eng ko'p ball to'plagan videoni chiqarib berishadi. Agar videolarimiz cringe emas, xotira video bo'layotgan bo'lsa, keyingi unaqada post qilaman, ovozlaringizni qoldirishingiz mumkin. Короче, 5-videoga o'tamiz. Милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше... Bu video nima bu deb o'ylashinglar mumkin. Lekin bu haqiqat. Donatda qorong'i kechasi kelayotgan paytim mashina oddiy turtib ketgan, bakavaga tegib ketgan. Shu qilib video taqlab taylaganman. Video ham cringe. Shu joyga bomba. Undan 4 beraman. Bu juda musor. Bo'lmaydi-da, videolarni qaraydi, chalkash chiqib taylayapti. Cringe desak bo'ladi, yo cringe emasda, bu oddiyroq cringe.
iPhone eng zo'r bo'ladi. Undan oldin eng oddiysi Nokia bo'ladi-ku, bizda shu video Nokiaga teng bo'lyapti. iPhone'ga teng bo'ladigan kilinch yo'q hali, hozircha chiqqani yo'q. Demak, bu adashmasam oxirgi video edi. Bunga biz o'yindan 4 berdik. Короче, tepada chiqib turgan bo'lsa kerak, men oldimda, pastimda, oldimda, bu tarafda короче eng ko'p ball to'plagan video ko'rishlaringiz mumkin va oxirida men videomdan keyin chiqadi. Unda vaqt cho'zib o'tirmayman, vaqt ham ozgina qolyapti, to'g'rimi? Короче, sizlar bilan Erkin Edit YouTube kanali bo'ldi. Obuna bo'lib qo'yinglar, do'stlaringizga aytinglar, podpishka qilinglar. Biz 8000 taga ozgina qoldik. 8000 tadan keyin 10000 taga qadam bosamiz. Xullas, videolar ham yaxshi davom etadi. Keyin sizlar aytganingizdan keyin Football Challenge videoning ikkinchi qismi ham olinyapti. Obuna bo'linglar, like bosinglar, videoni tarqatib qo'yinglar. Bizda eng ko'p ball to'plagan video. Qani, let's go. Xayr, sog' bo'linglar. Corazón, la la la, canta la la la, canta la la la, canta.